Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Isming nima edi? Qanaqa? Abdurahmon. Abdurahmon. Oying ismi nima edi? Go'zal. Go'zal. Adanglarning ismlari nima edi? Qobil. Qabul. Ha, nechinchi sinfsan? Yetti. 7-sinfsan. Necha yoshdan? 13. 13 yoshsan, ha? Adamlarga ikkita biliyor, keyin ikkita anaqa, ikkita mayka, keyin bitta anaqa, keyin ikkita turshi, keyin bitta noski, keyin ikkita gamash, keyin baraga 3 ta shapka, keyin oyimlarga keyin bitta manaqa bir birlashib bilan bitta uzuv bilan bitta zira Oldinglar. keyin anaqa qildilar.